Kahlarni implant yoki eshitish moslamasi qaysi biridan foydalanganim ma'qul va ularning bir-biridan nima farqi bor? Слуховой apparatlarni bizaniki nimaga? Ularda воздушный проходимость bo'ladi. Воздушный проходимость deganda bu havo orqali eshitish boradi. Bu ochki bilan tenglashtirsa bo'ladi. Hozirgi слуховой apparatlarni ochkiga o'xshagan narsa. Oldinlari ochki odam uyalgan taqqani, hozirgi holatda modaga taqib yurishadi. Слуховой apparat ham shunaqa. Boshida odam uyaladi taqqan, lekin aslida foyda keltiradigan narsa. Odamga zarar qilmaydi. To'g'ri nastroyka qilib to'g'ri taqib yurilsa, u sizga hech qanaqa zarar qilmaydi. Ko'rinish jihatidan ko'plar uyalayotgan bo'lsa, bu unaqa uyaladigan narsa emas. Ochkidagi narsa. O'shani kahlarning implant bilan zavushniy слуховой apparati o'sha воздушный проходимость bilan kosniyning farqida ochkini yechib qo'ysa ham o'sha o'zini zreniyasi turadi. -3 bo'lsa, o'sha -3 dagi ko'rinadi. Kahlarni implant qilib operatsiya qilgandan keyin minus tomon nimada batareykasi o'chib qolsa, o'sha yechib qo'ysa, umuman eshitish bo'lmaydi. Bu eng oxirgi stadiya kahlarning implantatsiya. Undan oldin iloji boricha lecheniya qilib, apparat taqib, eshitish ushlab qolishga harakat qilishadi.